Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugun ozgina vaqtim bo'lib qolganda, grafikni ochsam, bitta yaxshi narsa ko'rib qoldim. Sizlar bilan ulashgim keldi ozgina. Bu narsani oldin ko'pchilik aytgandir yoki qaydadir ko'rgan bo'lsa kerak. Hozir Instagramlarda unaqa narsalar ko'payib ketdi, to'g'risi. Bu oddiy klassikani ko'rsatib o'taman. Kecha misol kanalimdagilar taniydi mani, ko'pchilik tanishlarim kanaldagilar mani biladi. Anchadan beri shug'ullanibdiman bu soha bilan. O'zimga yarasha tajribam bor. Men tanimaganlar uchun aytyapman. O'ziga yarasha tajriba bor, o'ziga yarasha minuslar bor, o'ziga yarasha pluslarim bor. Endi hozir men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa oddiy klassika. Qanaqa bu desanglar, hozir ko'rib qoldim. Kecha shuni 4 soatlikda ko'rsatdim. Mana 4 soatlikda qaytib ketgan ko'rsatdim. Yo 1 soatlik ekan, uzr. O'sha 1 soatlikda ko'rsatdim. Endi buni 15 minutlik time frame'ga olganimizdagi bo'lgan holat. Kelib, bir marta kelib qaytib ketgan, to'g'rimi? TVdan tushganda, hozir TVdan tushganda shu zonada reaksiya olib TVga ketgan. Yana qaytib kelyapti-da, endi zonani buzyapti. Shu zonaga kelganda endi reaksiya olib pastga ketyapti. Nimaga? O'sha oddiy support va resistance ishlashi yoki qo'llab-quvvatlash deydi ko'pchilik. O'zi qo'llab-quvvatlash o'zbekchasiga. Shuni oddiy narsani ko'pchilik ko'rmaydi-da. To'g'ri, rostdan ham ko'rmaydi. Nimaga ko'rmaydi bilmayman. Qanaqadir murakkab narsa bor, murakkab narsa ishlaydi. Bu oddiylikda emas deb o'ylaydi ko'pchilik. Yo'q, unaqa emas. Oddiy narsa hammasi. Mana shunaqa bo'ladi. Keldi, reaksiya oldi o'sha zonadan, yana qaytib keldi-da, o'sha zonani buzib turib, xuddi e, buzgan zonadan yana pastga reaksiya oladi. Bu davomiy bo'ladi. Oddiy. Prosta sizlarni ko'pchilik bilsa ham kerak buni. U oddiy narsa. Ahamiyat bermaydi. Ahamiyat bermaydi. Shu ahamiyat bersa, mana shuni tasdiqlayman. Hozir fakt bilan keltiraman. Mana o'chirib turamiz. Keldida, ko'tarildi. Keldida, buzdi. TVdan kelib turib buzdida, qaytib o'sha zonani ichiga kirib turib, yana yo'lida davom etib ketdi. Mana 15 minutlik time frame'dagi o'sha 15 minutlik sham buzgan. Buzgandan keyin mana bu qaytgan. Qaytishiga o'sha 15 minutlik buzdimi, ikkinchi 15 minutlikni kutib turish kerak. Kutib turgandan keyin o'zi ICT bo'yicha ikkinchi shak ketyapti hozir. ICT aralashtiraman deyman-ku doim. O'sha ICT bo'yicha IFBG yoki FBGlarni 50% hurmat qilib berish kerak deydi. Men o'rgangan joylarda shunaqa deydi. To'g'risi, backtestlarda ham ko'rilgan, haqiqatda 50% hurmat qilgandan keyin qaytadi. Ko'pincha ideya yoki signal bersam, ko'pchilik ahamiyat bermaydi-da, sifrlarga qaraydi, e'tibor beradi. Yo'q, sifrga qaramanglar. Sifrga qarash kerak, o'zim aytaman. Sizlar shunaqa korobka totdim yoki belgilab qo'yaman doim. O'sha belgilaganimdan keyin men o'rtada qora chiziqcha ko'ryapsizlar. Shu qora chiziqchadan men kirasizlar. 5124. Mana 5124 dan sel limit qo'yilsa, ko'ryapsizlar, misol o'sha joyda qaytyapti.
qo'yib turman, srazi o'sha joydan reaksiyalar qaytib tushib ketgan. Man ko'pincha 1 ga 2 ishlayman. Shu korobkadan ozgina TVda qilib qo'yiladi. Korobkadan ozgina. 51, 49, o'shanaqa misol 49, 51, haligi 9, 1 sifrlarga qo'yilmaydi stopda. Uni qoidasi bor. Shuni o'zi ochiqlab ketaman. O'zi aytilmaydigan narsa 9, 1 qatnashgan sonlarga stop qo'yilmaydi. Ko'pincha o'shanga boradi. Misol 19, 21, 29, 31, 49, 51, 59, 61 misol uchun. O'shanaqa zonalarga qo'yilmaydi. 99, 101 misol uchun. Shuning uchun doim 52 deb bo'pti, o'shani 54 ga surib qo'yamiz. 54. Kirgan joy turimiz 23. Men kattaroq stop qo'yaman. Kimdir kichkinaroq qo'ysin, kimdir kattaroq. Mendan ham kattaroq qo'ysin. Menga umuman farqi yo'q. Voy, stopingiz katta-ku. Stop olsa ham katta yo'qotasiz-ku deyishi mumkin. Katta balansingizdan chiqib ketadi-ku deyishi mumkin. Yo'q, men balansimga nisbatan riskimni hisoblab kiraman. Ha, misol 10 ta bitim ochdim deylik. 10 tasidan 7 tasi stop bo'lib, 3 donasi take profit olsa, o'sha 7 tasini unini qoplab ketadi. Bu sistema shunaqa. Sistema emas, oddiy hisob-kitob. Stop olsa, deylik, $50 yo'qotsam, take profit olsa $100 pribili bo'ladi. Oddiy algoritm. Matematika. 1 ga 2 ishlayman. Doim 1 ga 2. Yoki eng ko'p maksimal 1 ga 3 ishlayman. U 1 ga 3 tugur necha bo'lib ketgan? 1 ga 5, 1 ga 6. Ozgina kam 6 men buni hisoblayapman. Shuni aytmoqchi edim, shuni ko'rib qoldim. Uzr, men Shevada gapiraman. Kimdir Toshkentdan kuzatadi, kimdir Samarqand, kimdir Qarshidan. Shevada gapiraman. To'g'risi boshqacha Shevani bilmayman. Imkon boricha tushuntirishga harakat qildim. Ravon gapirishga. Rahmat e'tiboringlar uchun. Ozgina vaqtinglarni oldim. Ozgina e'tibor, ozgina yaxshiroq mehnat orqasidan yaxshi bo'ladi. Mana shuni ham aytmoqchiman. Limit olmasdan tushib ketgan, to'shni topilgan, qaytish darajasini mana 1 ga 3 ishlangan. 1 ga 3 agar limitgani olganda 1 ga 3 da уже yopilardi. Tekis tushgan. Pramoy. Shu, katta rahmat. Hozir kanalga joylayman. Savollar bo'lsa aytaverasizlar.